Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Yana bir fayzli xonadonimizni tunikafon ishlarini go'zal holatda qilib bitkazib berdik. Xo'p, bu xonadonimizni Farg'ona viloyati Quva tumani Oxunboboyev ko'chasida qilib berganmiz. Mana shu xonadonimizni ma'lumotlarini men sizlarga videoni boshdanoq aytib o'taman. Kanalimizda yangi bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Videomizga bitta like bosib qo'yasizlar. Men sizlarga mana shu xonadonimizni ma'lumotlarini, nech pulga bitganini, nech puldan qilib berganimizni, nimalar bizning hisobimizdan bo'lganini barchasini aytib o'taman do'stlar. Xo'p, bu xonadonimizga 175 kvadrat lis sarf qilib berganmiz. 140 ming so'mdan barcha mahsuloti ichida qilib berilgan. Xo'p, ko'cha tomoniga kobra fason qilib berilgan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham skromniy, tekis holatda qilib berganmiz. Burchaklarga e'tibor berasizlar, hech qanaqangi choksiz butun qilib chiqarib berilgan. Mana shu burchaklari ham. Xo'p, bu yerlarga e'tibor beringlar. Shaxmat fasonda qilib berilgan. O'rtasiga bir komplekt qo'sh rombe qilib go'zal holatda qilib berilgan. Xo'p, tarnovlarni ham o'rnatib berdik. Tarnovlarni 60 ming so'mdan metriga qo'yib berganmiz do'stlar. Xo'p, mana bunaqangi lesasi, reka, samarez, yo'l kira hamma yo'g'i o'zimizning hisobimizdan bo'ladi. Xo'p, mana shu xonadonni sarf xarajatidan keyin oshgan tunikalarimizni o'zimiz bilan qaytarib olib ketiladi. Sizning xonadoningizga sarf qilgan tunikani hisob-kitoblarini qilib beramiz 140 ming so'mdan. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, juda ham go'zal holatda, uyda ochgan, sifatli holatda bo'lib turibdi. Xo'p, dorozaxonasiga e'tibor berasizlar. Dorozaxonasiga ham ko'chasiga moslab turib, ko'pra fasonda qilib berganmiz. Bir komplekt oyna fasonimizdan lyustralari bilan birgalikda qo'yib berdik. Lyustrasi uyda egasi tomonidan olib kelib berildi. Biz chiroyli qilib uni bekorga o'rnatib berganmiz do'stlar. Mana bu liniyalarga e'tibor beringlar, ishimizni sifatiga e'tibor beringlar. Hech qanaqangi valnalari yo'q, karnizlariga ham tilla kamarlarimizni go'zal holatda qilib berganmiz. Oq rangga, mokri rangda tunikalarimizda qo'yib berdik. To'ralar burchagiga e'tibor berasizlar, bir xilda chiqarib berganmiz. Xo'p, bu xonadonimizni umumiy qiymati 29,5 million so'mga. Mana bu tarnovlari, turbalari hamma yo'g'i ichida qilib, materiallari o'zimizning hisobimizdan qilib berganmiz. Mana bu plafonlarni uyda egasi olib kelib bergan, biz chiroyli qilib ularni o'rnatib berdik. Burchaklariga e'tibor beringlar. Burchaklarimiz ham juda ham sifatli holatda go'zal qilib chiqarib qo'yganmiz. Mana shu mehnatlarimizga bir dona like bosib qo'yasizlar, xudo xohlasa. Xo'p, do'stlar, bu obyektimizga 175 kvadrat aytganimdek lis sarf qilib bitkazib berganmiz. Joyda kvadratga hisoblanmaydi, tunikani kvadratga hisoblanadi. Siz tanlagan fasoningizga qarab turib hisob-kitoblarni chiqarib beramiz. Bizning xizmatimiz Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlari bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar, xudo xohlasa. Sizlarning uylarini ham mana shunaqangi go'zal holatda qilib, uylarda shunaqa ochiladigan qilib, skromniy qilib ishlarni bitirib beramiz. Xo'p, mana shu nomerlarimizda Telegram, WhatsApp bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Bizga Rossiyadan turib murojaat qilsa, uydagilarni ovora qilmagan holatda ishlarini bitirib beramiz. Mana bu liniyalarga e'tibor beringlar. Ish sifatiga e'tibor berasizlar. Liniyalari ham tekis holatda ketgan, hech qanaqangi valnalar yo'q. Karnizlarni ham ko'rishingiz mumkin, tekis qilib qatirib berganmiz. Juda ham mehnatga xudo xohlasa yondashib, go'zal holatda qilib chiqarib qo'ydik. Inshaalloh. Mana shu oyna komplekti 8 dona bo'ladi. Mana shu 8 dona oynasini 250 ming so'mga o'rnatib berdik. Dorozaxonaning razmerlariga, masshtablariga ham juda ham chiroyli tushgan. Ko'cha tomon kazirogiga ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham go'zal holatda bo'lib chiqdi. Xo'p, akamiz uyda egasi. Xo'p, aka, xizmatimiz qalay chiqdi? Yoqdimi? Qilib bergan ishimiz qanaqa bo'ldi? Shular to'g'risida bir ikki og'zim, aka. Xizmatga yaxshi gap yo'q, malades. Otasiga rahmat aytsalar. Iloyim yaxshilik kunlarida qaytaradi. To'ylarda xizmatda bo'ldi. Xo'p, aka, rahmat sizga. Qolgan kunlari iloyim buyurib nasib qilsin, bolalarga yedirsa, yo'q bo'lsa, texnika olsa, iloyim bola chaqasiga buyursin. Rahmat aka. Sizga ham yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Xo'p, akamiz rozi, ko'rishingiz mumkin. Mana ishimizni go'zal qilib, aytganidek qilib topshirib berdik. Aytilgan muddatiga yetib kelganmiz. Aytilgan vaqtda topshirib berdik. Hech qanaqa kamchilik yo'q.
Malades. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlarning uylarda ham go'zal qilib bitkazib beramiz. Keyingi xonadonimiz sizni uyingiz bo'lishligi mumkin. Murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Fayzli Tunikafon jamoasi bo'ldi.